AQShning Bag'doddagi elchixonasiga zarba berildi. 17-martga o'tar kechasi AQSh elchixonasiga hujum qilingan. Uyushtirilgan hujumda dronlar va raketalardan foydalanilgan. Havo hujumidan mudofaa tizimlari bir nechta hujum vositalarini yo'q qilganiga qaramay, bitta dron elchixona hududiga tushib vayron qilinganligi borasida Al Jazeera xabar berdi. Bundan tashqari Inqilobiy gvardiya matbuot kotibi Ibrohim Zolfag'oriy Trampga shunday dedi: ya'ni urush natijasini tweetlar emas, balki maydon belgilaydi. Siz va sizning kuchlaringiz yaqinlashishga ham jur'at eta olmaydigan hamda faqat o'z tweetlaringizda gapira oladigan o'sha joyning o'zida natija hal bo'ladi. Bu urushni buyuk g'azab o'rniga buyuk qo'rquv deb nomlaganingiz ma'qulroq, deya so'zlagan. Shunday degan bo'lsa ham Tramp hamon bunga javob qaytarmagan. Bu urushda AQSh rahbari Donald